charge. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayit bayrami yaqinligi sababli men sizlarga bayram kunlarida o'qiladigan duolarni o'qib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Bir yil ichida 5 kecha borki, kim ularda ko'p ibodat qilsa, ko'pgina savob topishi mumkin. Bu kechalar Arafa kechasi, 2 hayit kechasi, Juma kechasi, Arafadan bir kun oldingi kecha va Barot kechasi. Bayram kechalari quyidagi duo 10 marta o'qib Alloh taologa duo qilish kerak. Arafa kuni. Hayitdan oldingi kun Arafa deyiladi. Arafa kuni quyidagi duo o'qiladi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu, biyadihil khayru va huva ala kulli shay'in qodir. Bir va sherigi bo'lmagan Allohdan boshqa iloh yo'q. Mulk unikidir, hamd unga xosdir, xayr undandir. U har narsaga qodirdir.